Ertaga tarixda ilk bor o'tkazilayotgan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi sammitning asosiy jarayonlari orqamdagi mana shu binoda start oladi. Samarqand mazkur muhim siyosiy tadbirni o'tkazishga tayyor, ayniqsa xavfsizlik masalalarida. Eng muhimi, tadbirning asosiy figuralari ko'hna shaharga allaqachon yetib kelishdi. Birinchilardan bo'lib Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Kosta va Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen kecha 2-apreldanoq Samarqandda edi. Ular hozirgacha Samarqanddagi ba'zi tarixiy qadamjolarga borishdan tortib Mirziyoyev bilan ba'zi masalalar yuzasidan uchrashuv o'tkazishga ham ulgurdi. Bugun esa Markaziy Osiyoning liderlari birin-ketin Samarqandga yetib kelishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovlar allaqachon shu yerda. Xullas, sammitga aloqador bo'lgan barcha ayni damda Samarqandda bo'lib turibdi. Bundan 5 asr ilgari dunyoning siyosiy markazlaridan biri bo'lgan Samarqand bugun mazkur siyosiy tadbirni o'tkazishga tayyor.